Oshpaz osmonga chiqarmagan. Oshpazda gap yo'q menga. Osmonga chiqarsa edi oyoq pastlik. Yasha ma'rif oshpaz gap yo'q endi. Dumni birtasini olib ketdim. Dum. Yo'qsa ko'tarilib saldim. Tez qo'shing. Darra ko'taraman akajon. Dumlari bitta qadam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz hurmatli vatandoshlar. Umid qilaman yerda bo'lsanglar sog' salomat bo'lasiz do'stlar. Mana bugun avval Javzo 1404-yilda mana mavqati Zanxiy ulusolligi Guzari Shorna masjidi Xo'jayxov mahfil arusi Hojisoyev Mahmad Bashir Akbari. Yana ustiy mana boshqa do'stlar kattadan katta musobaqa falavonli va mehmon pullar ham da'vat bo'lgan do'stlar. Mana Basta Qamoy masjidi Xo'jayxov va mana qarador sohiblar amallari Mamadali yo'l to'xtabdilar. Baxotir Paziroy me'morlar uchun do'stlar ana oqsham kattadan katta gurosh mana shu yerda boshqa yerda gurosh ham yo'q do'stlar. Shahmandi falavoniy gurosh bo'lsa do'stlar mana masjidi Xo'jayxovga qarab kelinglar do'stlar. Muhammad Akbar Barqa kavzni joyida. Hoji Mahmad Bashir Akbari ino g'azni ham to'y do'stlar. Aziz do'stlar, kelayotgan joylaringizni mana Radio Turkistonni ya'ni Bashir Ahmad Tayanchli ko'chasidan tushsanglar do'stlar, roz mana shu to'yxonaga kelasizlar. Mana inoqalari mana bir Mahmad Qosim Akbari inoqa xonadonimizdan mana ko'pdan ko'plar ham tamom inoqalar do'stlar ya. To'ylar ko'pdan ko'p muborak bo'lsin do'stlar. Faqat Shuburg'on tarafga qaytib yursanglar do'stlar, mana Bashir Ahmad Tayanchli ko'chasida kelsanglar do'stlar, roz mana shu to'yxonaga kelasizlar. Mana tamom Qamoy masjidi Xo'jayxov sizlarning xizmatlaringizda do'stlar. Mana to'yxona ham mana shu joyda. Avvalin gurosh, katta gurosh, me'morli gurosh mana shu yerda do'stlar. Ozodan kelib ishtirok etib bilasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar, mana omadagiliz mana shu do'stlar, gurosh kattadan maqsad.